qilingan, joy tashab ketilgan. Hammasi bitta bilan qilingan, yaxshi remontlari. Mana bu yerda ham ataplena bor. Hamma xonada ataplena isiydi, gaz, svet suvlari bor. Mana ko'ryapsizlar. Faqat bu yerda olib chiqib ketiladigan narsa kir mashinani olib ketiladi. Keyin tak mana bu stolchikni olib ketadi, stol bilan. Xolodilnikni olib ketadi. Mana balkonda kuxnya joylashgan, rakvina, mebeli, teshkasi, mana gaz plita, bu yerda mana plus 500 litrlikmi, 800 litrlik bochka turibdi. Bu suvni tortadi, o'zi avtomatik pastdan tortib olib keladi. Mana hozir pastini ham ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, trubadan suv. Mana o'shandan tortib chiqarib keladi suvni nasos bilan. O'zi avtomatik o'nsizlar bosib boshqarib o'tmaysiz, suv kamaysa chiqib, to'lib, yana o'chib, bu yoqqa biz uyga suv bilan ta'minlab turadi do'stlar. Uyimizning narxini 300 million so'm so'rayapti, 4-etajda kelishtirib beramiz. Kelasizlar, savdo qilamiz. Egasi yo'q. Menga narxini aytdi, faqat hujjatiga borib qo'l qo'yib beraman, bo'ldi dedi. Boshqa narsaga meni bezovta qilib aytmasin dedi. Men vaqtim ham yo'q telefon qilib savdolashib javob berishga dedi. Menga narxini aytib qo'ydi, shu narx bo'lsa to'g'ri kelsa bering dedi. Endi gaplashasizlar, men hali arzonroqqa yana tushirib ham qo'ydim. Tayyor, shunday kirib yashaysizlar.